Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida 3-etajda 4 xonali kvartiramiz sotiladi. Liftimiz mavjud albatta. Bu kirish qismimiz. Korobka holatda, polni tepli pollar bilan, issiq pollar bilan qoplangan. Kirganimizda chap qo'l tarafda bitta oshxona qismimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $18,000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Qolgan krediti mavjud. Kreditini to'lab ketish, oyiga 2,800,000 dan kredit chiqyapti. Bu joyda bitta mehmonxona qilsak bo'ladi bu joyda. Oshxonani oldini, uzun koridor. Bu joyda bitta yotoqxona qismimiz. Bu joyda bitta umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Umumiy sanuzel. Oxirida yana bitta xonamiz. 4 xonali bo'ladi. Buning ichida bo'ladi bitta oshxona, bu joyda ham bitta yotoqxona qismimiz. Oshxonamiz bo'ladi, bitta umumiy mehmonxona va o'g'il bolalar yotoqxonasi, qiz bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi отдельный bo'ladi. 4 xonali, 90 kvadratli. Pastda avtomobillar uchun turargohimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Albatta maklerlik xizmatimiz mavjud. $18,000 narx aytilyapti. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Albatta kelishiladigan holati bor. Qolgan kreditini to'lab ketishlik sharti bilan 2,800,000 dan oyiga chiqyapti qolgan kreditimiz. Endi pastlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Kirish lokatsiyalarini, holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Liftimizni ichki ko'rinish holati. Bu domimizning tashqi ko'rinishi. Kirish podyezdimiz bu tarafda. Mana endi eslatib o'tamiz. Uchko'prik sentr Astronomikadan kirib kelishda Asmo supermarketni shundoqqina oldida mana bu domimizda 3-etajda 3 xonali kvartiramiz, kirish podyezd qismimiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan da obzorlar berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.